sun'iy intellekt bilan yonma-yon yuradigan kosmik sohadagi tadqiqotlarni rivojlantirish, yo'ldoshli aloqa texnologiyalarini joriy etish borasida ham katta qadamlar qo'ydik. Buni hamma bildi. Bu mumkin emas degan O'zbekistonda bitta narsa, mana shu kosmik tadqiqotlarda men buni sizlarga ham aytmoqchiman. Buyuk bobomiz Mirzo Ulug'bekning ruhini shod qilish uchun ham bu ishlarni qilishimizga o'zi majbur qilyapti hayotni o'zi. Shuning uchun sun'iy intellekt bilan yonma-yon yuradigan kosmik sohalarda tadqiqotlarni rivojlantirish, yo'ldoshli aloqa texnologiyalarini joriy etish borasida ham katta qadamlar tashladik. Bu borada 2028-yilda Samarqandda Xalqaro astronavtika kongressini o'tkazishga puxta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu bekor jahon hamjamiyati bunga bizga rozi bo'lmadi. Qilgan qadamlarimiz to'g'riligidan dalolatligi uchun rozi bo'ldi. Yana sizlarga buni juda ko'p o'ylab, juda ko'p maslahat qilib, baribir marrani baland olish bo'yicha yana bitta g'ururimizga ta'sir qilayotgan narsani sizlarga aytmoqchiman. Bugun sizlar bilan yana bir muhim yangilikni aytmoqchiman. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlarni boshladik.